Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi qadrli obunachilar, barchalarga xayrli kun. Do'stlar, biz Asaka tumani Nefron mahallasida juda ham ko'rkam ko'rinishda bo'lgan tunkafonlarni yakunlab bermoqdamiz. Ko'cha tomonlarini hamda dorozaxonalarini tunkafon qilib berganmiz. Qadrdonlar, hozir ichkariga kiramiz. Xo'p, do'stlar, ko'prik shaklda bir donagina kosmos ramkamizni qo'yib berganmiz. Tovlanishini qarang, qadrdonlar, xudo xolasa chiroyli holatda yakunlab berdik. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. Agar sizga ishlarimiz qiziq, albatta yoqayotgan bo'lsa, bir donagina like bosib qo'ying. Sizdan hech narsa ketmaydi. Sizdan e'tibor, bizdan esa xuddi shunaqa go'zal tunkafonlarni uyingizga arzon narxlarda sifatli tunkafonlarni qilib beramiz. Xo'p, do'stlar, tunkafon baza jamoasi bu yerga 246 kvadrat tunkafon ishlatgan. Ichkari tomonlarni ham qilib berganmiz. Hozir birin-ketin ko'rsatib o'tamiz. Bu dorozaxonasini hamda ochiq ayvonini mana kosmoslarni qo'yib berganmiz. Ichkari o'stirmalarni ham qilib berganmiz. Xo'p, ustalar hozir ozgina ish qoldi, yakuniy qismini qilishmoqda. Xo'p, bu tomondagi shapkalarni ham qilib berganmiz. Tosh suvog'iga patsvet qilib berganmiz. Ya'ni oq rangiga mokri rangdan foydalanganmiz, qadrdonlar. Tepa ochiq ayvonini ham tunkafon qilib berdik. U tomonga hozir trendda bo'lgan yangi kosmosimizdan qo'yib berganmiz. Tilla rangli kosmosimizdan juda ham tovlanadi, qadrdonlar. 180 ga 180 bo'ladi. Narxlarini kelishtirib beramiz. Birinchi qo'l bemalol murojaat qiling shu ekranda chiqib turgan nomerlarga. Albatta ishonchingizni oqlaymiz. Tunkafon baza jamoasi uyingizga boradi, o'lchaydi. Agar rizqimiz qo'shilgan bo'lsa, albatta tunkafonlar bilan uyingizni go'zal holatga keltirib beradi. Siz shunchaki zakaz berasiz, bir mahal obed qilib berasiz, xolos. Qolgan ishni o'zimizga qo'yib bering. Xuddi shunaqa chiroyli kosmoslar hamda tunkafonlarni uyingizga qatirib beramiz. Qadrdonlar, inshaalloh sizga ham xuddi shunaqa uylar nasib qilsin. Xo'p, do'stlar, qalinligi 0.35 bo'lgan tunkadan ko'plab foydalanamiz, chunki qalinligi hamda kraskasi juda ham yaxshi bo'ladi, do'stlar. Sog' bo'linglar.